shu emlanganini biz hozir katta mana dala gektarimiz 2,5 gektar poliga har xil gibridlardan ekilgan bo'lsa, o'sha gibridlarning ichida o'zini kasallanmasligi bilan ajralib turibdi. Keyin ko'rib chiqamiz, har bir to'pimizda 3 tadan 4 tadan hosil mavjud. Hosillarimiz juda ham go'zal. Mana hosillarimizni o'zini bittasini uzib ko'ramiz. Mana hosillarimizni uzganimizda qattiq, transportirovka bob. Mana o'zini ko'ryapsizlar, mana sifat ham juda ham go'zal. To'rlamasini ham ko'ryapsizlar, mana to'rlamasi zo'r, silliq to'rlamada. Mana hurmatli dehqonlarimiz ko'rsanglar bo'ladi. Mana qovunlarimiz ketma-ketligida juda ham chiroyli turibdi. Mana ikkitasi mana pishgan, 3 kilo, 3,5 kilogacha. Mana keyingilari mana hali ko'karib kelyapti. Mana sariqlari mana уже pishib kelyapti. O'tda shunaqa holat bo'lgan, shu kungacha o'zi qovunimiz ikkita terim bo'lgan. Ikkita terimdan keyingi holatda shunchalik darajada kuchli hamaylab, kuchli hosil so'yapti. Mana qovunlarimiz formasini ko'rsanglar bo'ladi. Qovunlarimiz bir tekisda kelyapti. Sifat juda ham quvonarli holatda. Mana mana paliylar ham tashyapti. Mana bir joyda mana 3 talab qovunlarimiz turibdi. 3 talab qovunlarimiz bor. Shunchalik darajada shuncha terim bo'lgan taqdirda ham qovunimizda hosil juda ham yuqori, juda ham sifat. Bitta palay teyilmagan 1 2 3 4 ta. Mana 1 2 3 4 ta. 4 ta hosil bilan kelyapti. Bitta bildi. Mana shu qovunimiz hurmatli operatorimiz jiq bir ko'zimni quvontirdi. Bitta shunda bir syomka qilsak. Mana shu turishini qarang, mana to'rlamasini mashallah. Mana bitta joyda ochib beraman. Mana hurmatli dehqonlarimiz hech narsa mana aytib o'tganimizdek bizda syomka tabiiy tarzda olamiz. Mana qovunlarimizni ko'rsanglar bo'ladi, hurmatli dehqonlar. Mana e'tiboringiz uchun mana palaylarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana paligida turibdi 1. Mana paligida turibdi 2. Mana paligida turibdi 3. Mana paligida turibdi 4. Mana 4 ta hosilimiz bir tekisda bir joyda turibdi. Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana biz 2024-yil 24-iyun kuni Namangan shahar G'ayrat fermer xo'jaligidamiz. Bu yerda bizani Genetic Seeds firmani Parker F1 degan qovun urug'imiz ekilgan. Qovun urug'imiz ekilganiga hozir bizani dehqonlarimiz aytishligi bo'yicha qovun urug'ini dehqonlarimiz aprelni boshlariga mo'ljallab ekishgan ekan. Qovunni ekishgandan keyin bu qovunni ekilganda birinchi ekib turib agrotexnik tadbirlariga sal kech qolib 20-25 kundan keyin agrotexnik tadbirlarini qilishgan ekan. Shu holatga qaratmay bu yerda mana bir nechta kompaniyani gibridlari ekilgan bo'lsa, o'sha gibridlarning ichida bu ham o'zini xosligi bilan ajralib turibdi. O'zini xosligi nimada? Bu gibridimiz fuzarioz, muchnistый rasaga emlangan. Shu emlanganini biz hozir katta mana dala gektarimiz 2,5 gektar poliga har xil gibridlardan ekilgan bo'lsa, o'sha gibridlarning ichida o'zini kasallanmasligi bilan ajralib turibdi va o'sha aytib o'tganimizdek mazza jihatida ham bu juda ham go'zal, juda ham sifati zo'r. Keyin ko'rib chiqamiz, har bir to'pimizda 3 tadan 4 tadan hosil mavjud. Hosillarimiz juda ham go'zal. Mana hosillarimizni o'zini mana bittasini uzib ko'ramiz. Mana hosillarimizni uzganimizda qattiq, transportirovka bob. Mana o'zini ko'ryapsizlar, mana sifat ham juda ham go'zal. To'rlamasini ham ko'ryapsizlar, mana to'rlamasi zo'r, silliq to'rlamada. Keyin yana aytib o'tadigan narsamiz, qovun urug'larimizni ekayotgan dehqonlarimizga qisqacha to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri, qovunni ekayotganimizda birinchi gullash davridan to hamay davriga o'tirguncha imkon darajasida sug'orish sharoitlarini boshqacharoq qilishimiz kerak bo'ladi. Gullash davrida sug'orish sharoitlarimiz kamida 3 marta bo'lishi kerak. Gullashdan уже hamayga o'tirganida haftada 1 marta sug'orsak ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki agar qovun hamayga o'tirgandan keyin pishish davriga kelganda agar sug'orishni oshirib yuboradigan bo'lsak, qovunimizda kerakli mazani biz ololmay qolamiz. Shuning uchun imkon darajasida qovunlarni haftasiga hamaylagandan keyin 1 marta sug'orishimiz maqsadga muvofiqroq. Keyin yana aytib o'tadigan bo'lsak, imkon darajasida azotli oziqalarni ham pishishiga yaqin kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda magniy, kaliy udobreniylarni ozgina ko'paytirib, azotlini kamaytiradigan bo'lsak, qovunlarimizni tarkibida nitrat ham ko'tarilib ketmaydi. Nitrat ham minimal darajada bo'lishi kerak. Chunki bu qovunlarimiz eksport bo'lgandan keyin chet el davlatlarida ham nitratga juda katta ahamiyat beriladi. Va nitratda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, srazu o'zini bildirib qo'yadi. Endi hurmatli dehqonlarimiz, qisqacha hozir palaylarni ochib turib, qovunlarni ham bir ro'y ko'rsatib o'tib ketamiz. Dehqonlarimiz ko'rishligi uchun bir ro'y qovunlarni o'zini ham ko'rsatib o'tib berishga harakat qilamiz. Mana hurmatli dehqonlarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Mana qovunlarimiz ketma-ketligida juda ham chiroyli turibdi. Mana ikkitasi mana pishgan, 3 kilo, 3,5 kilogacha. Mana keyingilari mana hali ko'karib kelyapti. Mana sariqlari mana уже pishib kelyapti. Keyin sal balandroq ko'rib turib, hurmatli operatorimiz.
Bundan kengroq qilib oting. Bu yerda shunaqa holat bo'lgan, shu kungacha o'zi qovunimiz ikkita terim bo'lgan. Ikkita terimdan keyingi holatda shunchalik darajada kuchli hamaylab, kuchli hosil solyapti. Mana qovunlarimizning formasini ko'rsanglar bo'ladi. Qovunlarimiz bir tekisda kelyapti. Sifat juda ham quvonarli holatda. Mana hurmatli operatorimiz, bunaqasiga ham bitta olsangiz, mana orqa tarafdan qanaqa hosil solayotganini yonidan ham ko'rsatib o'tsa bo'ladi bemalol. Qovunlarimiz уже to'liq pishish holatiga kelgani hisobiga qovunlarimizda уже massiviy pishib, 2 marta terilib olgandan keyin ahamiyat bersanglar, mana paleylar ham tashyapti. Mana bir joyda mana 3 talab qovunlarimiz turibdi, 3 talab qovunlarimiz bor. Shunchalik darajada shuncha terim bo'lgan taqdirda ham qovunimizda hosil juda ham yuqori, juda ham sifat. Hosillarimiz juda ham ko'p tarzda kelyapti. Mana bitta paley terilmagan 1 2 3 4 ta. Mana 1 2 3 4 ta. 4 ta hosil bilan kelyapti. Aytib o'tganimizdek, Greenland kompaniyasi sizlar uchun ishlashda juda ham mukammal tarzda ishlashga harakat qilish qilamiz. Maqsad, bu narsani qilishimizdan maqsad ertaga bizning mahsulotlarimiz dunyo bozorlariga o'z sifati bilan kirib, xudo xolasa o'z natijalarini yana ham yuqori bersin degan maqsaddamiz. Keyin yana mana shunda bitta narsaga to'xtalib o'tib ketsak, mana hurmatli dehqonlarimiz ko'pligi ham bilishadi. Haligacha mana dalalarning o'rtasiga mana oltin gugurti mana shunaqa holatda bizda tutatib qo'yiladi. O'rtaga qo'yib qo'yiladi. Bu shamoli bilan uchib turib, kerak emas kasalliklarni ham ushlab qolishga juda ham yordam beradi. Mana bu yerda ko'rsangiz, mana o'sha paleylar tasha bo'lgan hosillarimiz mana 4 ta 5 tadan hosil. 2 marta terilib bo'lgandan keyin mana dehqonimizning gaplari bo'yicha bu dalada o'zlari aytib o'tishlari bo'yicha 50 metr yurmasdan turib 1 tonna bemalol hosil chiqyapti. Pishganini 1 tonna teryapmiz deyaptilar. Mana bu yoqlarimizni qarang, mana dalalarimiz hosilga vij-vij mana bamitlar to'la. Xuddi aytib o'tganimizdek, bu qovunlarimiz bodringga o'xshab hosil solar ekan. Eng qiziq tarafi mana o'sha bamitda mana hosillarni yig'ib olishgan, lekin paleyni boshlarini qarasangiz, yana hamaylar mana ko'karib kelyapti mana. Hosil bitta aniq yig'ib olingan. Mana bu taraflarni ham bunday ko'rsatsangiz, mana pishib kelgandan keyin mana hamaylar mana bunaqa darajada yengillanib kelyapti yana. Yana yangi paleylar ham otib kelishni boshlashyapti. Yangi hamaylar bundan keyingi uzumda ham inshaalloh terib olish imkoniyatiga ega. Bu yilgi ob-havo sharoitlarida bitta narsani eslatib o'tamiz. Hamma qovunlarni 50-55 kun degan qovunlarimiz pishish vegetatsiyasida cho'zildi. Sabab pishish vegetatsiyasida cho'zilganiga sabab erta bahor sal salqinroq keldi. Bizning hamma paleyli o'simliklarimiz 15 gradusdan 25 gradusgacha bo'lgan temperaturada yaxshi rivojlanadi va vegetativ davrini o'sha aytilgan 55-60 kunda o'tadi. Lekin bu yilgi bahorgi ob-havolarimizda temperatura ob-havoyimiz shunchalik darajada bo'ldiki, 12, 11, 18 gradusgacha tushib ketgan holatlari ham bo'ldi. O'sha holatlarda qovunlarimiz amaldan to'xtab qoldi, vegetatsiya davridan to'xtab qoldi. Bir jimlikni yoqib olib, jimlikda turadi. O'sha jimlikda turgan holatda vegetatsiya kunlarimiz ozgina cho'zilishi kuzatiladi. Bu masala bo'yicha hozirgi kunda 15-20 kunga hamma qovunlarimiz mana shu yerda bizdan keyin bizda masal 70 sotib ekilgan bo'lsa, bizdan keyingi boshqa firmalarning qovunlari ham ekilgan. Ular bilan bir xil solishtiradigan bo'lsak, kun holat hammasi bir xilda kelyapti. O'shancha hurmatli dehqonlarimiz kunlarini ham nazorat qilishda, mana Allohning kuni agar salqinroq kelib qoladigan bo'lsa, pishish vegetatsiyasi cho'zilishi mumkin. O'shanga ham qattiq ahamiyat berib o'tasizlar. Lekin sifatda aytayman-ku, bizada o'zimiz ko'rganimiz, men bu qovunlar bo'yicha biza chet eldan olib kelayotganimizda bu qovunlarni o'zida ham ko'rgan edik. Bizada ham ko'rib, bunda ham juda ham quvonarli holat bo'ldi. Bu qovunni vidiga juda ham o'zim ham shaydo bo'lib qoldim. Bizada ham O'zbekistonda o'zini ko'rsatib bildi. Mana shu qovunimiz, hurmatli operatorimiz, jiq bir ko'zimni quvontirdi. Bitta shuni bir syomka qilsak. Mana shuni turishini qarang, mana to'rlamasini, mashalloh. Mana bitta joyda ochib beraman. Mana hurmatli dehqonlarimiz, hech narsa mana aytib o'tganimizdek, bizada syomka tabiiy tarzda olamiz. Mana qovunlarimizni ko'rsanglar bo'ladi, hurmatli dehqonlar. Mana e'tiboringiz uchun mana paleylarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana palegida turibdi 1, mana palegida turibdi 2, mana palegida turibdi 3, mana palegida turibdi 4. Mana 4 ta hosilimiz bir tekisda bir joyda turibdi. O'sha aytib o'tganimizdek,
Greenland kompaniyasi sizlar bilan hamkorlikda ishlashni davom etadi. Bundan keyin ham inshaalloh kerakli paytda kerakli natijalar bo'yicha birgalikda ishlaymiz va sizlar bilan yangi syomkalarni olib borishda qo'limizdan kelgan kuchimizni berishga harakat qilamiz. Keyin yana bitta narsani to'xtalib o'tay. Bizlarni kuzatuvchilar xafa bo'lmaysizlar. Ora-orada kerakli informatsiyalar kelib qoladi. Ularni sizlarga ulashmasdan turib uzib qo'ygim kelmaydi. O'shaning uchun bitta narsani to'xtalib o'tamiz. Imkon darajasida hurmatli dehqonlarimiz, mana shu palay agar qattiq bosib turadigan bo'lsa, shu palaylarni pishtonni ko'tarib qo'ysanglar, mana shunaqa to'rlamaga hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. To'rlama bir xil standartda bo'ladi. O'sha narsaga ham ahamiyat beringlar. Kerakli informatsiyalar, kerakli ma'lumotlar bo'yicha o'rgatiladigan joylari bo'lsa, qo'shimcha yordam berib boramiz, o'rgatib boramiz. Biz sizlar bilan har kuni birgamiz. Xudo xolasa, yangi yana syomkalarimizda birgalikda ishlab boramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Genetic Seeds Greenland sizlar bilan birga. Rahmat.